8 gün. 8 числа. Qiyinchiliklar bo'ldi. Masalan, birinchi qitimda davonda bir qiynaldim. Ikkinchi qata bilan shixonarlikda bir qiynalib ketdim. Yo'lni yasavatganlik uchun bir qiynalib ketdim. Undan keyin uchinchi qatam mana shu Shixanzida o'tib mana shu vagon taydiga yakaycha qaqaslikka shu yerda kun tushib to'g'ri qog'ozga bir qiynalib ketdim. Onun kendini yollarda mangan çağda tutturum işi, sular kapırıp tutturum diye su götürüp gidip şimdi doktorlar görünüp kağamı bulduk şu jaryalarda şu sel kıynaldım. Lekin hem de arzuyum küçük boğalık için yanalı gayret kılıp geldim. Sen ne maksatlanmış ki bu minna şu toğlu orta ikinci da mesela 10. vaxtımda oqatqa vaxtlarımda olmuşunda arzuyum batı hem de şu çağda arzuyum yetiməylər şunu xeyirli qısam hem de şu çağda mənim səpləti peyli qıyıb qalğan şunu oyaqım oldu ki bas keçib baxmay ta hazırgıça mana gayret qılıb məşq qılıb hazır 10 yıldan keyin arzuyumga yetdim. Yana birisiga hem de ben bir ayol kishi bo'lsam mı gayret qılıb şu ayollarga nisbatan bir ayollarning gayretlik, aciz emasligi, qaysarligi to'g'risida. Gayret aciz emasligini bildirib gayret ekanligini bildirib qo'yish uchun shiddat qildim. Bilirlik degan gapsiz. Demak sizmi velosiped bilan G'o'jdan kelgan bo'ldingizda? Shuna bo'ldi. Nega seriyanda qanday qiyinchiliklar uchrashganlar, nimalarni his qildingiz? Qiyinchilikda 5 kilometr velosiped bilan keldi. Haliqda yo'llardim, bek jafolik bo'ldi. Ba'zi yo'llarni yasayibdi, qiyinchilik bo'ldi. Undan keyin o'sha Tinishim, aciz birdan-bir qiynalishim bo'lganlik uchun boshqa qat'iy qaytmadim. Keyin hamda qarsam radisbekchan, hatto janubga sayohat ketib oldik, o'sha ota-onamni ilib mush qiz bir irodasida yinib qolamdi ekan deb. Lekin kelsak yo'q qattiq hamma narsani tuttirib taqib bo'pti. Shuning bilan oxir bir kun qolgan chog'da qitilib, oxir mashinani o'zim yo'l boshlab bir haydab mangdim, yo'ldek chapaliq. Hatto putlari suv ko'tarib tashlab ketdi, o'zim tashladim. Peki şunda bir arzuy belki onun üstüne ma'lum sebeplerle Ali mektep imtihanına 7 gün kalgan çaktı şunda okuyatkan bola ma'lum sebepler tepeyildin okuyamay kap kaldı bir arzusu yetip alsınmış bola dep qo'llab qiyrindaş başka birlik geldik sizlarga ko'p rahmat ammaga ko'p rahmat. Uzğunlarning ishonchisi, g'albining namoyandasi, jasorat va kuchning mujassimi, chempion tantarbiya kiyimlari, Uzğun. Assalamu alaykum hurmatli to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Men do'stlar Renat Mahmud bo'laman. Bugun biz 2013-yil 9-oyning 18-kuni G'o'ja shahridan O'rim shahrigacha bo'lgan 700 kilometr oraliqni jiroq ko'rmay 8 kunda yugurib besib kelgan Qaysar hadimiz Miyassar Ismoil va oiladagilar bilan suhbat elib bormoqchi. Oldi bilan Miyassar hadimiz o'zini va oiladagilarini bilan tanishtirib o'tgan bo'lsa. Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Men Qo'lchidan Miyassar Ismoil bo'laman. Bu yoq mening adam mehribon bo'ldi. Assalomu alaykum to'rdoshlar. Bu yoq mening uydagilarim rahmatulloh bo'ldi. Bunda bo'lsa Miyassarda sizdan so'rab boqqan bo'lsam, siz G'o'jadan O'rimchigacha bo'lgan bu 700 kilometr yo'lni jiroq ko'rmay, qiyinchiliklarni tatib 8 kun O'rimchiga kelibsiz. Sizning shunday bir iroda kelishingizga nima sababchi bo'lgandi?
Ben şu toluksuz ikincilikte okutkan vaktim, yani 7. sınıfta okutkan vaktlarımda şu mektep boyunca ötküzülgen yeni gazet müsabakalar bulamdı, yoki şehir boyunca ötküzülgen müsabakalar bulamdı. Qanaqada birincilikni qo'ldan bermay keldim-da. Keyin to'liq o'rtaga chiqqandan keyin bir necha yoshim cho'ng'aymaskan. Shu vaqtlarda tantarbiya kasbida o'zimning bir alaydigan balqini his qilib qoldim. Shu bo'yicha andan keyin jiroq yerga yugurib baqsam bo'lmamdi. Men yugurish alaydigan bo'lgandan keyin bir jiroqroq yerga yurib baqsam bu Urumchini endi ko'zildim-da. 10 yilning oldida Urumchi bizga nisbatan xiylashiroq o'rinda cho'ng bilinadi. Shunga men tantarbiya o'qituvchi nisbati ablettab aşı o'qituvchimizga masalasi baqdim. Men o'shda bir shahar atlab yugurib baqdim batdi. Bo'libmi Urumchi yugurib baqdim batdi. Men uzun yugurib baqgan bo'lsam, mashq qildirib baqgan bo'lsangiz deb ashla desam, bo'ldi undan so'ng men mashq qildirib baqay dedik. Mashq qilib bizning G'o'lji shahar Chapchandan keldirib chiqqan bo'ldik. Sudonlarga chiqqan bo'ldik. Juqaq Panjimlardan tatib yugurib baqgan bo'ldik. Shuning bilan bir oldikayni bir yil mashq qildim. O'qituvchi bilan bir yil mashq qilgandan keyin biz ham deylik tantarbiya idoralariga, maktabga iltimos sundiqda biz o'shda yugurish arzuyim batdi. O'sha yo'lda shu 10 kun deb yozgan. O'shda 10 kun ichida Urumchi yugurib borish arzuyim bor deb biz iltimos yozdik. Iltimos yozgandan keyin maktabniki o'chog'da 2003-yil bo'lg'achqa Saris kesilib chiqayotgan mezgil maktabdan ham qoldirib etdik. Maktabda yig'ilish qilishga bo'lmaydi. Siz buni maqsangiz cho'qim biz faoliyat tashkillab berishimiz kerak. Bu bir siz faoliyat o'tkazib bergan masalan oramizdan biri Saris kesilib chiqib qolsa buning kim mas'ul bo'ldi? Ya'ni maktabga keldi. Bo'lmaydi, qizg'onni yuguram bu deb shu chog'da shu maktab mudirimiz qo'yib qo'ymaydi unimay shu vaqtda shu sabab bilan qilib qoldik. Qilib qolgandan keyin u vaqtda o ishlarni men tutish qilgandan keyin u ya'ni kichik mezgilimizmi men savdolashlarimga da'vatganda keyinlar shunlar o ish qilib qolgandan keyin u bizning qo'limizdan kelmayotgan yolg'izlikdan shunlar maktabda savdoshlarim Urumchi boramaydi, voy Urumchi deb chaqirdiganlar bo'ldi, o ketamaydimi deganlar bo'ldi. Shundoq bir besim bo'ldi endi menga nisbatan aytganda, o'qishlik davrimga nisbatan aytganda besim bo'lgandan keyin shu vaqtda ideyakiz qarshimizdan biz kichiklarga ba'zi g'ururimiz qilib ketmiskan. Shu vaqtlarga nisbatan aytganda men shundoq o'qishdan bezor bo'lish hissiyotim kelib qolganday bo'ldilar. Baribir o'qib o'zim yaxshi ko'rgan kasbni o'qiyamanki, nima qilmay bo'ldilar dedim. Kim ma'lum sabab tufayli oliy maktabni o'qimadim, oliy maktab o'qimayman, keyin turmushlik bo'lib ketdim. Turmushlik bo'lgandan keyin birinchi farzandim tug'ildi, ikkinchi farzandim tug'ildi. Undaq aytganda bir oila ayol bo'lib qoldim-da. Keyin bola tarbiyalash jarayonida o'ylab qoldim, bizning bolamizniki noyatli aqlliqchon bo'lishini, yaxshi maktablarda o'qishini, yaxshi xizmatlarga erishishini orzu qilganmiz. Shu mezgillar, burungi mezgillardan balki mening ota-onam shu mezgil, shu o'qishlik mezgillarimda mening shunday orzulab o'qitgan bo'lgaydi. Chunki bizning mening bir adam ikki akam bor, ularni oliy maktab o'qidi, bir men o'qiyamdim-da. O'qiyamaganim sababi Amdi o'qiyolmaganligim o'ylab qoldim. Men asli o'qiydigan qiz ekanman. Men shunchaki yaxshi o'qib turib, shunchaki ulug' orzularni qilgan turib, ajab bir oila ayol bo'lib qoldim. Bir kez bo'lsin shug'ulmay endi hozirgi jamiyatda deymizmi, tirishimiz bir ish qilib bo'lmaydi ekan. Buning jamiyat tezlashayotgan shunday vaziyat endi buni qanday qilaman? Shunday bo'lib qolsak, ishga bolamizni qanday o'qitib, qanday tarbiyalaymiz deb o'ylab o'zimda o'qiyman deb topdim. O'tgan masalasi oldimda yo'lishim masalasi mustaq bir oddiy ayol bo'lib qolgan. Men kun osh yetib joy qaynatib qilsam, mening umrim beyo'l o'tib ketadi ekan. Mening asli bir kallam bor ekan. Men asli bundan bu siyosam bo'lmadi ekan. Men o'zimdan o'qib, oliy maktab o'qish orzum bor, o'qib boqayman desam, ikki balam bor endi men unda fursatlar iyi bulamayken ben ketibdi o vaqtim. Shunda bo'lsa men bir kasb bilan shug'ullanib qolsam bo'ladi desam, o kasbga men yana natijaga vaqt sarf qilsam bo'ldi. Lekin ko'nglimda bir yugurish orzuyim bor-di. Shunda to'liq o'rtadik vaqtimda mushtaq bo'lib qoldirilgan. Lekin ko'nglimda shu orzuyimni faqat voz kechib olmadim, shu orzuyimga yetsam bo'ladi deb o'tkalaymiz asosam. Yo'ldashim qo'yib shundan sen burungi shu tantarbiya o'qituvchilarimni izlab maslab qilib baqqin, yugurib baqqin. Agar kunlikda burungi qiz vaqtdan hozirgi sharoitdan o'xshamaydi, endi sen nima bo'lsa ishga balning onasi bo'lding. Nurg'un turmush besimlaridan bo'lib o'tdi. 10 yil o'tib ketdi mana qaytgan vaqtda oldik. 10 yilni yo'q jabbarni mutaasstatmiding turmushini deb sen ko'rib baq, agar kunlikda mushu orzuyingga yetalgidek shunda bir nimang bo'lsa, irodang bo'lsa, yana shu tili, shu tan salomatlikdan yer bersa,
sen meşk kılıp bağın dep başladı qo'llab berganki men o'qituvchilarimga maslahat solsam o'qituvchilarimga yo'q demadi 10 yildan keyin yani ko'rishdik voy siz bormi deb ko'rishgan bo'lib yani o'qituvchilarim meşk qildirib baqqandan keyin biz meşk qilsak bo'ldi ekan sizga yana biz 1 yil fursat beraylik 1 yil meşk qilib ko'rib baqqaylik agar 1 yilgacha sharoitimiz yer berib agar bal qo'yatmisangiz biz shu orzuyingizni yetkazib qo'yaylik dedi shu bo'yicha meşk qilib mana orzuyim. Meselede sizningcha mushundaq bir ishni qilishingizning qanday bir ahamiyati bor? Menimcha qanday bir kishida g'oya bo'lish kerak, shu g'oya uchun tirishish kerak. Bizningki shu g'oyamiz uchun tirishimizning o'zi bizningki bir g'ayrat qilganimiz deb o'ylayman. Chunki biz yeb ichib yaşasaqlam bizningki undaq yaşasaq biz hayvonlardan hech qanday farqimiz qolmaydi. Bizningki shulardan farqlanishimiz bizning g'oyamizning bo'lganligi deb o'ylayman. Bizning shu shaxsan men o'zim aytsam shu g'oyam uchun mana 10 yil jafo tortdim, men 10 yilni yaqin qo'yatmay tirishdim. Shu g'oyamga yetish uchun tirishimning o'zi faqat o'zimning orzusi uchun emas, balki shu jamiyatimizda nurg'un turmush bisimlari bo'lamdi, yoki har qanday jihatda tushkunlashib ketgan, ideyasi chiriklashib ketgan, faqat yesam, ichsam, kunim o'ssa bo'ldilar, shundaq yazsam bo'ldi deydiganlarning o'rniga ashlarning mushundaq ishlardan o'lga elish orqali ashlarningki turmushga nisbatan go'zal ko'z qarashli bo'lishini, to'g'ri ideya bilan qarashini, shularning o'zlig'ichlik orzular bo'lishi, shularning shu orzulariga yetish uchun tirishishini, turmushga nisbatan, hayotga nisbatan go'zal bir qarashda bo'lsa, mana bu mening cho'g'anchaqda shu qilishimni ahamiyatlari deb o'ylayman. Ondan keyin mening buningdan keyin bolalarim cho'ng bo'ldi, navirlik bo'ldiman. Shu bolalarimga, navirlarimga men shundaq bir g'oyalarda yashagan, shundaq yosh vaqtlarimda men shundaq ishlarni qilgandim. Men aslida shundaq bir ayol bo'lgan sizlarmi, shundaq ishlardan o'lgilib, shundaq bir yaxshi bir izbosar bo'lishinglarni umid qilatdim deb deyilgidek bir ayol kishi bo'lsam, hamma bu mening qilgan ishlarimning ahamiyati deb o'ylayman. Rahmat. Meselede mana sizningki xiyollarimizni anglab o'tdik. Nurg'un uzoq yilni ya'ni ko'nglingizni tutgan shu orzuyingizni amalga oshibdi. Buni ko'rib, shundaq bir qaysar Uyg'ur qizidan biz bunday xo'sh bo'ldik. Apirin etdi cemiyetimizde kişilermi. Hem de bundan keyinki hayat musabaqamızda yani qandaq bir arzularımız, texmi çok büyük arzu armanlarınız vardı. Arzu dese, arzuyumga yettim, bu g'oyamga yettim. Lekin buninglar bilan to'xtab qolishni o'ylab baxmadim. Agar buningdan keyingi yana salomatligim yor bersa, sharoitim yor bersa, yana shu uydagilarim, yana atrofimdagi kishilar yana hozir qo'llagan ko'z qarashini o'zgartirib qo'llab shu ishga axirimiz amalga oshdi g'oyam. Yana buningdan keyingi g'oyalarimga yana ashunchalik kuch chiqara olsa, men yana buningdan keyin yurishni yana davomlashtirishni o'ylayman. Shu yurishni davomlashtirish orqali yana shu jamiyatimizga kishilarga turmush ko'z qarashida ideyasida to'g'ri yo'lni topolmayotgan ayollarimiz bor. Hanım kızlarımızga ularninki ko'z qarashini o'zgartirsam, yana ularga hayotga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartirib, ashlarning go'zal bir orzularga ega bo'lib, yoki bo'lmasa yaxshi bir turmush ko'z qarashi yetildirish uchun kuch chiqara olsam, oxirida oldi bilan meni beqib jon qilgan ota-onamga, meni qo'llab-quvvatlagan qaynotlarimga, qarindoshlarimga, yo'ldoshimga, Gulşehirlik ayollar birleşmesi, birleşmesindeki Rukiye Medinimizin başçılıqdaki barlıq kadrlarga, Gulşehirlik Teşnağani hacım yemek-içmek şirketiga, Gulşehir'deki Çolpan Soğutsarı'nın direktörü Dilşat Efendim'ge, andın Ürümçi kütüylüşü çıkan barlıq kişilerge, Çımbulaq Doğruğa, Karvan Doğruğa, Abida şirketiga, Çempiyon Tentebe kiyimlerin seti şirketiga alayda rahmetimni bildirmek rahmat. Sizga rahmat. Bundan keyingi ishlaringizning texmi yaxshi bo'lishini, bundan keyingi orzularingizning texmi tez amalga oshishini umid qilaman. Sizlarga programmamizning alayda qo'llovchisi bo'lgan diyorimizda donliq tantarbiya markasi bo'lishini ko'ziga nishon qilgan chempion tantarbiya kiyimlarini ozroq ko'ngilsiz qabul qilgan bo'lsanglar. Rahmat.